Ota! Ota! Voy, keling. Assalomu alaykum. Hech mana shu xonaga olib kirmovdilaring, Kampirlar bozoriga xush kelibsiz mana. Tanlab oling. Tanlash imkoniyati bo'lsa yaxshi-da. Ota o'tiring. Eng avvalo qo'ying ota. Uydan uyingiz bo'lsa, navaradan navarangiz bo'lsa, kelinlar xizmatingiz qilayotgan bo'lsa, osh-ovqatingiz tayyor bo'lsa, kiyimlaringiz yuvilgan bo'lsa, kerak emas kampir. Qo'ying ko'p bo'lgani bilan muzlatkichingda 1 kilo go'sht bo'lmasa nima kerak bor? Nima qilaman u qo'ylarni? Birorta nabira kelib, kechasi oyog'imni qolab qo'ymasa, shom bo'lmay quyosh uyiga kirmay, hammasi uyiga kirib oladi, televizor bilan o'zim qolib ketyapman. Masalan, qarang, 3 mahal ovqat qilib beryapti. Yo kelinlar xafa qildimi? Ayting. Voy, men yemga tashalgan buqa emasman. Men otangman. O'zi o't qopim bo'lmasa, 3 mahal ovqat nima kerak? Menga mehr kerak. Men mo'ylovda urishga ham qiynalib qoldim, qizim. Lekin onam bechora ham hech bir oyog'ingiz uqalaganini ko'rmaganmiz. Mehr bo'lgan lekin. Insonga ko'rsatib qolamaydi-ku. Endi ota to'g'ri tushuning, mana yoshiga uylanaman deyapsiz-ku, lekin yaxshi emas bu. Mayli, endi otadan so'rash kerak, farzandlari burchi. Qo'y, birortang bir marta ham so'raganing yo'q-e? Shu o'zingga qarab turaman, o'zingni bolangni kamini aytasan, dardini aytasan, oxirgi marta bir sog'lig'imdan xabar olganlaring yo'q-e? Akang ham keladi, gapiradi, qo'yadi, gapiradi, qo'yadi. Hammang o'zing darding bilan o'zing ovora. Qo'y. Ota, mana aka-ukalarim yig'dim. Menga tug'ilgan kun nima kerak? Hammang yig'ilasizlar, o'zimcha yotgan joyimda o'ylayman, bolalarim shu meni boshimni ikkita qilmoqchi shekilli desam, bor pensiyamni yeb, ichib tugatib, bu bir oy nima yeydi deb o'ylamaysizlar, Mendan so'ra. Nimaga so'lib boryapsizlar degan? Men aytaman. Hech bir so'lib borayotganga o'xshamaysiz, dada, qo'ying. Meni suratim qolgan, siratim o'ldi. Odamga odam dardini aytsa yuki yengil bo'ladi. Lekin dada, qarang, men sizni ogohlantiray. Ertan bolam, ogohlantirmabsan demang. Mana o'rtog'ingiz Sobir aka uylandi-yu. Nima bo'ldi? Bir haftadan keyin Sobir akaning o'zi o'lib qoldi.